Hay yaxshimizlar do'stlar, bugun sizlarga herib kelgan vaqtimizda 10 minutlik tayyor bo'lgan, hardog'imizdan oladigan ochiq chuchuk o'g'ir tayyorlashni olib keldim. Itli usul intayin oddiy bo'lib birlik ko'rsanlar o'rganalaysizlar. Eng avval bir quruq qach tayyorlab olamiz. Buning muvofiq miqdorda samsax, ko'k piyoz, achchiq yeyishni yaxshi ko'rsanlar, achchiq laza va tamtetit qo'llarimizdan muvofiq miqdorda qovurjuni, oq muz, zira, tuz, un laza va kunjutni selib olamiz. Ustiga qizilgan maydani azroq qo'yib olgandan keyin kunjut maydani bir qo'shiq atrofida qo'yib, buning ustiga bir cho'mich atrofida qaynoq suv qo'ygandan keyin toz aralashtirib qo'yib turamiz. Endi buningga tamtetit qo'llarimizdan az miqdorda vejang bir aralashtirib o'tgandan keyin qazimiz suv qo'yib qaynagandan keyin tayyorlab olgan cho'pimizni va yoqtirgan ko'ksaylarimizni silib bir qaynatib suzib elib olamiz. Suzib olgan cho'pimizni bu yerdan tayyor qilib olgan sho'rpimizning ustiga qo'yib aralashtirib olsak bo'ldi. Agar tuxum silib ichishni yaxshi ko'rsanlar, bir tal tuxumni mayda pishirib elib olgandan keyin ustiga qo'yib azroq ochiq suv qo'yib o'tgandan keyin aralashtirib iste'mol qilsanlar bo'ladi. Intayin ichishlik bo'lgan har qay yaranglar borganda ochiq chuchuk o'g'rimizmi tayyor bo'ldi do'stlar. Qansizlarmi oilada o'z qilinglar bilan tayyorlab ichib beqqanlar ashqa yaranglar qilib borganda. Agar mazmunimni yoqtirgan bo'lsanlar, yurak besib inkas rayning meni qo'llash yuzda jiq gul yo'llab qo'yishni unutmanglar. Bundan keyingi mazmunlar taxam sarxil ko'rib mushaga chiqibsizlar, meni qo'shilishni unutmanglar. Xayr xo'sh.